yuvaman. Mayli, keling yuving. Faqat bavida yuving, xo'p? Bu rahmatli onasi o'lishidan oldin aytgandi. Faqat bavida kirlarni yuvinglar degandi. Sababi oq kiyimlarni oqartirar ekan, dog'larni ketkizar ekan, allergiya chaqirmas ekan. Yig'lama. Onangni eslatdim, ha? Onangni eslatdim, ha? Igna kirib ketmasin, ehtiyot. Dadajon nima qilyapsizlar? Kelin. Ko'rpa qo'yamiz. Yo'q. Qaynukangiz yaqinda to'y-ku. Shunga paxtasini almashtiraylik, besplashadniy bo'lib ketibdi. Ha, bering o'zim qilaman. Keling. O'zingiz qiling. Ehtiyot bo'ling, kelin. Hozir kelinlarni shunday qilib ishlatmasang, o'zidan bilib qilmaydi. Boshini jo'rtaga boshlab berasan, keyin o'zi xijolat bo'lgandan davom ettirib ketadi. Yana nima ish qildiramiz? Kompot yopib turaylik. Banka yopib turamiz. Menga qara. Sen jo'rtaga bankalarni yopib turasan, san krishkasini yopib turasan, men pomidor to'g'rayman, xo'p. Men nima qilay? Sen buni ustida ko'rinmasdan turchi nima deydi? Bori qo'rsan, bo'y onangni deb nimaga yig'lading? Onang o'lganiga ancha bo'lgansan, endi deysan, onangni ko'rmagansan. U onasini ko'rmagan, yig'lab yotibdi.